Shaxsan o'zingiz ikki xil yo'nalishda ham bemorlarni davolagansiz, davolab ham kelyapsiz shu vaqtgacha. Bemorlarga aytaylik, ikkita yo'nalishda ham necha foiz kafolat bera olasizmi? Bilasizmi? O'zi tibbiyotda 100% kafolat berish bu muttahamlik hisoblayman men. Tibbiyotda 100% hech qachon kafolat berish kerak emas. Birinchidan men bandaman. Taqdir, yo'nalish har doim Xudo tomonidan belgilanadigan narsa. Bunga xohlaydimi, xohlamaydimi hamma bilish kerak. Mana bir ustozimlar aytganlar, hech qachon katta ketib 100% javob berma, Xudoning o'zi seni jazolab qo'yadi deganlar-da bir ustozim. Xuddi mana shu narsa. Endi biz dunyo statistikasidan kelib chiqib gapiramiz. Xo'p, dunyo statistikasidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, operatsiyadan keyin agar hamma narsasi to'g'ri bajarilgan bo'lsa, foydalilik protsentini 90-98% gacha berishadi. Ya'ni 100 ta odamdan 90 tasi operatsiya qilingandan keyin biz xohlayotgan effektga erishadi. Vakuum korrektor bo'ladigan bo'lsa, Yevropaning statyalarida 70-92% berishgan.